Mana eshituv suyakchalarini ko'rib turishingiz mumkin. Har bir bemorda mana operatsiya vaqtida tekshirib ko'riladi. Bemorimiz Samarqanddan tashrif buyurganlar, quloq pardalarini defekt ko'rib turibsizlar. Bemorimizda doimiy quloq oqishlari va eshitish pastligi shikoyatlar bilan keldi. Xudo xolisa endoskopik usulda kesmasdan quloq pardalarini yamab beramiz. Inshaalloh eshitishlari ko'tariladi. O'rta quloqqa tushdik. Mana eshituv suyakchalarini ko'rib turishingiz mumkin. Har bir bemorda mana operatsiya vaqtida tekshirib ko'riladi. Ishlayotgan mana bemorimizda misol uchun ishlayapti mana. Ko'rishingiz mumkin. Hamma suyakchasini bilyapti, mana addacha beryapti. Xudo xolisa bemorimizga quloq pardalarini tiklaymiz. Shuni o'zi eshitishni ko'tarishga yetarli bo'ladi inshaalloh. Bemorimizda endoskopik usulda quloq pardalarini tikladik. Mana ko'rishingiz mumkin. Katta defekt bor shu yoqda. Juda ham chiroyli chiqdi, alhamdulillah. Xudo xolisa bemorimizda endi eshitish ideal darajada ko'tariladi. Bu operatsiyani hammasi orqasi kesilmasdan, ya'ni quloq ichidan bajarildi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, shunaqa muammolar bo'lsa murojaat qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.